Guanzhoudan mana orqali tovar zakaz qilayotganlar tovarlari ketyapti. Bu 100% men yuborgan tovar emas. Buning ichida meni tovarlarim ham bor. Bunday bo'lib keladi, tovarlar upakovka preslanadi, preslangandan keyin aytgan manzillaringizga jo'natiladi. Uni ko'ryapsizlar, preslanyapti. Mana preslanyapti. Ko'rdlaringiz. Mana shunday bo'lib ketyapti tovarlaringiz. Polniy O'zbekistonga, Qirg'izistonniki, Qozog'istonniki, Rossiyaniki bez press ketadi. O'zbekistonniki mana shuna preslanib ketadi kargolari. Narxlari $2,5 dan $5,5 borib tushadi. Qancha ko'p olsalaringiz, shuncha arzon tushadi yuklaringiz. Mana ko'ryapsizlar. Qancha yuk. Kargo ishlayapti. Tezda zakaz qilib olingizlar. Faqat kargo yopilmasdan turib, Tojikistonniki уже yopildi qizlar. Boshqa davlatlar hali yopmadi. Yopmasdan turib zakaz qilib olingizlar. Tovar zakaz qilmoqchi bo'lsalaringiz, storiesga Telegram gruppamni qo'yyapman. Arzon tovarlarni polniy skladlarini ko'rsatib boryapman. Mart oyidan kelmoqchi bo'lsalaringiz, arzon tovar izlagan mendan juda ko'p bo'lgani uchun polniy skladda yuribman. Tovarlar jo'natyapman. Telegram storiesimga o'tsalaringiz, Telegramda hamma ma'lumotlar tovarlar haqida bor.